Assalomu alaykum kanalim obunachilari, videoni oxirigacha kuzatib boring, like va obuna bo'lish tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Merosdan qo'rqayotgan bo'lsangiz mening yo'limda turmang. Botir Qodirov sud qaroridan so'ng Jo'rayevlarga murojaat qildi. Xonanda Botir Qodirov O'zbekiston xalq artisti marhum san'atkor Sherali Jo'rayevning o'g'li ekanligi sud orqali tasdiqlanganidan so'ng ommaviy axborot vositalari xodimlariga intervyu berdi. To'g'risini aytsam, ular haqida yomon gapirmoqchi emasman. Ular baribir mening ukalarim. Ular adashishyapti. Bularning ustida kim turibdi bilmadim. Bularning qo'rqayotgan nuqtasi mol-mulk, meros. Men sud qarori chiqqunga qadar sabr bilan kutib keldim. Hozir ijtimoiy tarmoqlarda meros masalasi bot-bot chiqib kelyapti. Men ularning bu ishlarni o'z foydasiga hal qilish uchun kimlarga chiqib, kimlarga borib nima ishlar qilib yurganini yaxshi bilaman. Lekin bir narsani aytib qo'ymoqchiman. Ulardan yo'limda turmasliklarini, nafsoniyatimga tegib, onamning va o'zimning sha'nimga amakilarini gapirtirib chiqib, bunaqa qilmasligini tavsiya qilardim. Agar merosdan bular qo'rqishayotgan bo'lsa, merosni o'ylayotgan bo'lsa, bu narsalarni qilmaslikni iltimos qilardim. Bitta insonni ha deb ezaversangiz, hali o'zingiz, hali amakingiz chiqib gapiraversa, onasi unaqa, onasi bunaqa desa, bo'xton yolg'onlarni gapiraversa, bunaqa narsaga hech qaysi farzand chidab tura olmasa kerak. Aslida ular mening eng og'riqli nuqtamga tegmaguncha men bunday da'vo arizasi kiritish niyatim bo'lmagan. Sen kimdan, qayerdan dunyoga kelgansan degan gaplarni gapirishgandan keyin menga boshqa chora qoldirishmadi. Baribir birinchi marta DNK testi topshirganimizda so'lakdan namuna olishgan. Bu narsani kompyuter hisoblaydi. Sanalarning noto'g'ri chiqqani, qaysidir familiyada A harfining tushib qolishi bu inson omil sabab bo'lgan xatolikdir. Ikkinchi marta biz qon tahlili topshirganmiz. DNK testi million dollar turadigan Germaniyadan olib kelingan apparat yordamida tekshiriladi. U yerda kameralar turadi, kuchli nazorat qilinadi, natijalarga inson aralasha olmaydi. Uni hech kim sotib ola olmaydi. Men bilmayman qayerdan chiqdi bunaqa gaplar, deydi Botir Qodirov.